Turkiya ko'chalari qizil alvon rangga bo'yaldi. Mamlakatda prezident Erdo'g'onga qarshi namoyishlar faol ravishda davom etmoqda. Shuningdek, merning maslahatchisi Murat O'ngun ham hibsga olingan. Umumiy hisobda 18 kishi hibsda saqlanmoqda. Imamoğlu'ga qarshi ikkita alohida tergov olib borilmoqda. Ulardan birida tovlamachilik, firibgarlik va korrupsiya bilan shug'ullanganlik bo'yicha jinoiy ish bo'lsa, ikkinchisida jinoiy guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Xo'sh, voqea aslida qanday boshlandi? Tag zamirida hech kim ochiqlashni istamayotgan, ammo Erdo'g'on hukumati tomonidan sizdirilgan ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkinki, Erdo'g'on amaldagi hokimiyatini saqlab qolish uchun o'zining muxolifatchilarini yo'qotishga urinyapti deb. Ammo yana bir narsa ma'lumki, hozirda Suriya uchun Isroil va Turkiya o'rtasida jiddiy siyosiy kurash ketmoqda. Shu fonda hattoki Isroilning Turkiyadagi elchixonasi ham yoqib yuborildi. Turkiyada deyarli har yili Isroilning ko'plab josuslari qo'lga olinadi. Isroil katta ehtimol bilan e'tibor bering. Bu taxminlardan biri. Bu gal ham xuddi shunday aksiyalardan birini o'tkazmoqda. Maqsad mamlakatni ichkaridan tanazzulga uchratish bo'lishi mumkin. Turkiya Osiyo, Yevropa va Afrikani bog'lovchi va dunyo siyosiy maydonida katta ta'sir kuchiga ega mamlakat. Oxirgi vaqtlarda turk diplomatiyasi shu darajada katta muvaffaqiyatlarga erishyaptiki, hattoki Yevropa ittifoqiga a'zolik haqidagi azaliy orzular amalga oshay deyapti. Bundan tashqari, uzoq yillik urush aynan Turkiya sabab Suriyada yakunlanib, amaldagi hukumat Turkiya bilan bevosita hamfikr bo'lib ishlamoqda. Bundan tashqari, Turkiya NATOning Isroil bilan qo'shma mashg'ulotlar o'tkazishini qat'iyan rad etib, veto qo'yayotgan edi. Bularning hech biri Isroilga tabiiyki yoqmaydi. Natijada esa ichkaridan yemirishga urinish boshlangan bo'lishi mumkin. Davom etayotgan voqealar Erdo'g'on hukumatiga ishonchni susaytirib, unga qarshi radikal fikrlarni kengaytirishi aniq. Siyosatda tasodiflar bo'lmasligini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu namoyishlar sun'iy ravishda uyushtirilmoqda deb ayta olamiz. Istanbul merining hibsga olinishi ortidan boshlangan ommaviy chiqishlar butun mamlakat bo'ylab avj olmoqda. Masalan, kecha faqat Istanbulning o'zida 300 mingdan ortiq namoyishchi ko'chalarga chiqdi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, juma kuni namoyishlar chog'ida 97 nafar ishtirokchi qo'lga olingan. Erdo'g'on Istanbul meri hibsga olinishi sababli bo'layotgan namoyishlarni ko'cha terrori deb atadi. Prezidentning ta'kidlashicha, Turkiyani terrorga solish va fuqarolar tinchligini buzishga qaratilgan barcha urinishlarga chek qo'yiladi. Chunki hech kim xalq barqarorligiga tajovuz qilishga haqli emas. Ammo Erdo'g'onning zudlik bilan iste'fosini talab qilib, ko'chalarda 1 millionga yaqin odam norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Hattoki vaziyat fonida Turkiya Buyuk Millat Majlisida deputatlar o'rtasida mushtlashuv kelib chiqdi. Sabab 1. Istanbul shahar meri Ekrem İmamoğlu'ning hibsga olinishidir. Turkiya hukumati ushbu namoyishlarga nisbatan qanday choralar ko'rayotganini ko'rib chiqamiz. Dastlab X ijtimoiy tarmog'i hukumat iltimosiga ko'ra Turkiyadagi muxolifat faollarining o'nlab akkauntlari va foydalanuvchilarini blokladi. Shundan so'ng Turkiya sudi Istanbul hokimi İmamoğlu'ni hibsga olishga qaror qildi deb xabar berdi Sozju telekanali. Hozirda İmamoğlu ikki holatda ayblanmoqda. Biri hokimlikdagi korrupsiya bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi terrorizmga yordam berish bilan bog'liq. Qayd etilishicha, u korrupsiya ishi bo'yicha hibsga olingan. Ayni paytda prokuratura taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan terrorchi tashkilotga yordam berish, jinoiy tashkilot tuzish, tender natijalarini soxtalashtirish va pora olish kabi ayblovlar sanab o'tilgan. Shuncha ayblovlarni soxtalashtirish qisqa vaqt ichida juda qiyin vazifa. Shu sababli uning soxtaligiga ishonilmayapti. Turkiya muxolifati 4 kundan beri ko'cha terrori bilan shug'ullanib, xalqni bo'lishga harakat qilmoqda. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Istanbul meri Ekrem İmamoğlu'ning hibsga olinishidan keyingi keng ko'lamli namoyishlarga shunday izoh berdi. O'tgan tunda Turkiyada nimalar yuz berdi? Ko'rib chiqamiz. Politsiya namoyishlarni Istanbuldagi Sarajhane bog'idan chiqarib, namoyishni keskin tarqata boshladi. Shanba kungi namoyishlardan keyin 300 dan ortiq inson hibsga olindi. Bir politsiyachiga kislota sepildi. Turkiya prokuraturasi suddan Istanbul merini terrorizm va korrupsiya ayblovlari bo'yicha hibsga olishni so'radi. Mamlakatda namoyishlar hamon davom etmoqda, ammo umid qilamizki, ushbu mojarolar tez orada yakuniga yetadi. Xo'sh, ushbu mojaro bo'yicha sizning fikringiz qanday? Izohlarimiz ochiq, biz bilan qoling.